Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Ahvollaringiz yaxshimi? Charchamay yuribsizlarmi? Bugun nasib qilsa Xuz Pro jamoasi Xuz Pro zipini qanday qilib arxivdan chiqarish, qanday qilib ishlatish haqida bo'ladi videomiz. Keyingi videolarimizni videoni oxirida aytamiz. Xudo xolasa bu qanday bot edi? Bunga mana testga start bosamiz. Mana shu botni premium emojiga qildik va buyurtma berish qismlarini rangli qildik va hamkorlik qismidagi mesajlarni ham premium emojiga o'tkazgan edik. Xo'p, endi buni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda Google'ga kirib olamiz. Google'dan yozamiz MyQuest chiqdi, bosamiz ustiga. Mana menda akkaunt borligi sababli bundan chiqishni bosaman. Mana o'zi chiqib ketdi. Hop, plus bosamiz. Mana tepadagi mana shu qismni bosasiz va bu yerga ism, familiya va Gmail'imizni kiritamiz. Gmail va raqam kiritamiz. Parol kiritamiz. Parolimiz bosh harf bilan bosh harf bo'lishi kerak va raqam qatnashishi kerak. Masalan, sakkizta veldan iborat bo'lishi kerak ekan. Xo'p, mana 7. Bosamiz. Xatolikka tushirdi. Bosamiz. Mana shu email band ekan. Mana ro'yxatdan o'tishni bosamiz. Yana bosamiz. Endi menimcha ro'yxatdan o'tdi bu. Endi mana bu qismni bosamiz. Menimcha mana ro'yxatdan o'tgan. Ro'yxatdan o'tdi. Mana shu qismni bosganimizdan keyin avtomatik ro'yxatdan o'tib ketdi. Endi nima qilamiz? Birinchi o'rinda mana buni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana bosdik. Sizda hech qanday buyurtma yo'q va tepada xizmatlar buyurtma berish turibdi. Mana bosamiz. Mana tariflar bor. Tarifni ko'rishni bosamiz. Mana shuncha tarif bor. Kunlik narxi, oylik narxi va yillik narxlar belgilangan. Masalan, menga 500 megabayt kerak. Masalan, bosdim. Kunlik masalan 1 tasdiqlashni bosasiz. Agar kunlik bo'lmasa, mana shunday narsa chiqadi. Endi buni qanday qilib pul solamiz? Mana bunga kiramiz. Profilga hisobni to'ldirish bor. Hisob to'ldiramiz va saytni boshqarishga o'tib, xizmatlar buyurtma berish, tariflarni ko'rish va mana shuni ustiga bosib turib, 1 oylik bo'lsa 1 oylik, 1 kunlik bo'lsa 1 kunlik tasdiqlashni bosamiz va 5 daqiqa ichida faollashadi. Faollashgandan keyin hozir o'rgataman qanaqa bo'lib chiqishi kerakligini. Menda tayyor host bor, o'shaning uchun yangi sotib olmayman. Hozir o'zimni hostimga o'tib olaman. Mana do'stlar, o'zimni hostimga o'tib oldim. Endi saytni boshqarishni bosgan paytlaringizda sizlarda mana shunday bo'ladi. Mana shunday holat bo'ladi va holati activity bo'ladi, ya'ni aktiv bo'ladi. Panelga kirishni bosamiz. Bosganimizdan keyin mana shunday bo'ladi. Mana shunday holat bo'ladi va eng avvalo biz mana shu SSL sertifikatiga kirib ko'rishimiz kerak. Kirdik, mana faol bo'lib turibdi menda. Hammasi faol bo'lib turibdi. Sizlar yaxshilab tekshirasizlar. Agar faol bo'lmay jarayonda bo'ladigan bo'lsa, mana bepul SSL sertifikati mana bu qismida yozilgan. Mana shuni ustiga bosamiz. Mana yaratishni bosamiz. Mana yaratishni bosgan paytimizda ozroq kutamiz va yaratiladi. Agar unda ham jarayonda bo'lsa, yana shuni bosib yana yaratamiz. Keyin faol bo'ladi, keyin botimiz ishlaydi. Xo'p, keyin nima qilamiz? Fayllar menejeriga o'tamiz. Va o'zimizni domenimiz bo'ladi. Mana shunday papkada o'sha domenga bosamiz. Bosganimizdan keyin sizlarda mana shu yerda hech nima bo'lmaydi. Menda hozir bu loyihalarim. Xohlasalaringiz mana shunday bitta papka ochishlaringiz mumkin. Xohlasalaringiz shu joyga faylni yuklashimiz mumkin. Menda fayl bor, mana YouTube. Mana shu botni hozir mana Xuz Pro zip deb chiqarganman. Buni to'liq o'chirib tashlayman. Qani nima bo'ladi ekan? Mana tanlayman va o'chirib tashlayman. Mana o'chirib yubordim. Endi faylni yuklayman. Qanday qilib mana faylni ustiga bosasiz va o'sha faylni yuklaysiz, ya'ni Xuz Pro zipni. Mana Xuz Pro zip yuklashni bosasiz va o'zi yuklaydi. Mana yukladi. Endi ustiga bosamiz va arxivdan chiqarishni bosamiz. Arxivdan ochishni bosamiz va arxivdan chiqariladi. Mana arxivdan chiqariladi. Orqagani bosamiz. Mana YouTube degan navda chiqdi. Demak, biz buni mana shuni o'zida qilsak ham bo'lar ekan. Mayli, endi YouTube ga kirdik va bu yerda eng asosiy qilinadigan narsalardan bittasi botga kirib turib, bot PHP ga kiramiz. Xuddi men ko'rsatgan, ya'ni bot papkasiga kiramiz va bot PHP ga kiramiz. Kirdik va VS-Code tahrirlovchi menga yoqadi deganman. Sizlar xohlasalaringiz oddiy va bloknotda tahrirlash imkoniyatlari bor. VS-Code tahrirlovchiga kirdik va mana shu yerda admin ID'si va APK'sini to'g'rilashimiz kerak. Mana meni APK'im va admin ID'm. Mana masalan bot fazer degan bot bor.
APKni qanday olamiz? Mana bot fazer degan bot bor. Bu yerda start bosamiz. Start. Mana hamma narsa chiqib keldi, lekin menga yana sizlarga aytaman, qulayini ko'raman o'zimga bu yerdan yozgandan ko'ra. Mana bu open mini appni open qilamiz. Open qilganimizda hamma botlar chiqib keladi. Va bizga nima kerak? Mana bu creative ne bot. Mana shu yerga yozamiz botimizning nomini. Masalan, test deb yozdim va bu yerga username kiritamiz. Masalan, test uz x uz bot. Mana bo'sh ekan, creative bosamiz va mana APK dan nusxa olamiz. Nusxa oldik va bu yerga kiramiz va mana shu APK qismini, mana shu joyini to'liq o'zgartiramiz. Post tirnoqning ichidagi joyini. Hop, demak, o'chiryapmiz. O'chiramiz. Faqat post tirnoq o'chib ketmasligi kerak va mana buni qo'yamiz. Qo'ydik va saqlaymiz. Saqlaganimizdan keyin o'zimizning admin ID'mizni bilishimiz kerak. Buni qanday qilamiz? Xohlasalaringiz bu yerdan Telegram qilaringiz bo'lsa, xohlagan foydalanuvchilarni masalan topishingiz mumkin. Uzpro. Yo'q, uzr. Uz mana bu 3 ta nuqtani bosgan paytimizda ID chiqadi yoki user info botni ishga tushirib ID'sini olsak bo'ladi. Demak, endi ID'ni to'g'rilaymiz. Meni ID'm mana shu va saqlaymiz buni. Bunda deyarli ishimiz tugadi. To'liq ishimiz tugagan yo'q, deyarli deyman. Va qaytamiz orqaga. Mana bu 3 chani bossak ham bo'ladi. 3 chani bosamiz. Bosganimizdan keyin ma'lumotlar bazasi degan bor. Mana ma'lumotlar bazasi. Bosamiz va bu yerdan men hozir mana bu YouTube'ni o'chirib turaman. Sababi bunda SQL baza bor. Hozirgisini. Xo'p, mana shu yerda ma'lumotlar bazasi qo'shishni bosamiz va unga men YouTube deb yozaman. Keyin parolga xohlagan narsa deb yozasiz. Masalan, men YouTube deb yozdim unga ham. Va saqlaymiz. Xo'p, saqladik. Ya'ni menga ogohlantiryapti. Yaxshi, YouTube'ni olamiz. Mana shu nusxa olingandan keyin fayllar menejeriga o'tib olamiz yana va oxirigacha ishni tugatib qo'yamiz birdaniga. Mana bot PHP'ga kirmaymiz, lekin tepasidagi appga kiramiz. Appga kirdik va controllerga kirdik va mana bu SQL Connect PHP'ga kiramiz. Biz kodni tahrirlovchi va mana shu yerga mana YouTube degan joyi bor. Ya'ni mana shu ikkita qism, username va name o'sha ikkita qismga boyagi kodni qo'yamiz. Ya'ni SQL ma'lumotlar ikkalasi bir xil, lekin dal ko'rish uchun yana qayta ko'rsatyapman. Hop, YouTube edi. Bu yerga esa bot manzilimizni kiritamiz. Ya'ni o'sha test x uz bot saqlaymiz. Endi birdaniga webhook kirib ketaylik. Ba'zilar aytishi mumkin, birinchi SQL yuklanmaydimi deb. Yo'q, SQL ni yuklamay turamiz. Webhook kirib ketaylik. Bot PHP'ga kiramiz va mana bu webhook botni webhook qilamiz. Ya'ni o'sha boyaga olgan API tokenni bot fazerdan o'shani qo'yamiz va webhook o'rnatishni bosamiz. Xo'p. Mana webhook o'rnatildi. Endi nima qilamiz? Botga o'tib ketmaymiz. Endi asosiy ishni qilamiz. Bu bo'lmasa bot ishlamaydi. MyAdminga kiramiz. MyAdminga kirdik. Qayta kiramiz. Nima bo'lyapti o'zi? Va mana shu yerga yozamiz. Mana shu YouTube'ni yozganimizdan keyin parolni qo'yamiz. Loginni bosamiz. Mana kirdi. Endi nima qilamiz? Mana bu qismini bosamiz. Mana bosdik va yo'q turamiz. Mana bosdik va bu joyni bosamiz tepada. Bosamiz. Mana endi bu joyni bosamiz. Mana shunday nuqta va importni bosamiz. Va faylni tanlaymiz. Ichki xotirani bosamiz. Va bu yerdan boyagi X Uzproni arxivdan ochsalaringiz ochamiz va mana bunday narsa bo'ladi. Men arxivdan chiqargan edim, hozir yozamiz. db.sql mana shunday chiqadi, ya'ni boya ko'rsatdim. Appni bosasiz va controller qismida mana shu db.sql bor. Mana shuni bosamiz va okni tanlaymiz. Mana SQL va importni bosamiz. Mana bu yerda importni bosdik. Mana hammasi o'rnatildi, ideal. Endi nima qilamiz? Endi botga o'tib olamiz. Boyagi API token olgan bot fazerga kiramiz. My bot degan buyruq beramiz. Mana text uz bot shuni ustiga bosamiz. Start bosdik. Mana hozirgi kodimiz turibdi, tayyor bo'lib turibdi. Endi buni qanday ishlatish mumkin degan savolni o'zimizga beradigan bo'lsak, boshqaruv qismi bor. Admin ID'ingiz to'g'ri bo'lsa, sizda mana bu boshqaruv qismi bo'ladi. Mana shu boshqaruv qismi bo'ladi. Bosamiz. Mana boshqaruv paneliga o'tdik. Bizga asosiy sozlamalar kerak. Eng asosiy sozlamalar mana asosiy sozlamalar deb va bu yerda biz nima qilamiz? Birinchi o'rinda cron sozlamalari bor. Uni qo'yishimiz kerak. Hozir tekshirib ko'ramiz, bunda bormi yo'qmi cron sozlamalarni o'rnatishni. Boshqaruv xabar yuborish va bunday mana cron sozlamalari. Mana shuni ustiga bitta bossak nusxalab oladi. Mana bu ferli nusxalandi. Endi buni yana hostimizga o'tib olamiz.
orqaga qaytamiz. Mana bu yerdan qaytsak ham bo'ladi. Mana hostimizga o'tamiz. Mana shu qismiga qaytganimizdan keyin ma'lumotlar bazasining pastidagi Chrome'ga o'tib olamiz. Mana Chrome qismiga bosamiz. Mana menda hozir bitta bor. Mana shuni o'chirib olaman. Mana shu Chrome qo'shishni bosamiz. Va mana shu havolani kiritamiz. Mana havola va tafsil topilgan narsa yozamiz. Mana shunaqa bosamiz. Har bir daqiqada bo'lishi kerak. Qolgan 3 tasini ham shunday qilib qo'shasizlar. Bu mana quyidagi mazkur bilan pochta xabari uchun, ya'ni sizga xabarlarni yuborish uchun va buyurmalar holati uchun va narxni avtomatik yangilash uchun. Bu juda muhim narsa. Valyuta kursini belgilaysiz va asosiy sozlanmalarga endi o'tamiz. Endi bu yerda API sozlanmalariga o'tamiz. Mana eng kerakli narsa bu API sozlanmalar. API sozlanmalariga bosamiz va API qo'shishni bosamiz. Mana API qo'shish. Xo'p, mana endi biz API ni Xo'p, endi meni botimga o'tib olamiz. Ya'ni sen Uzpro bot buni pastga havola tashlab qo'yaman yoki kanalga tashlayman. Start bosamiz va hamkorlik qismini bosamiz va SMM panel qismini bosamiz. Va bu yerdan API kalitini bosamiz. API kalitini bosdik. Mana SMM manzilimiz va API kalitimiz bitta bossak nusxalanadi. Va asosiy botimizga o'tib olamiz, ya'ni test. Bu yerga manzilimizni kiritamiz. Mana bu V2lik bosamiz, tashlaymiz va API keyni tashlaymiz. Mana meni sizni hisobingizni ko'rsatadi bu. Hisobingizni ko'rsatgandan keyin endi deyarli bu yerda API sozlanmalari foiz o'rnatasiz. Qancha bo'lsa hozir 40% ekan, 45% va valyuta kursi valyuta kursini ko'rdik va majburiy obunalar va to'lovlarni mana bu yerdan hozir biz buyurtmalarni sozlashni bosamiz. Xizmatlarni sozlashni bosamiz. Xizmat qo'shishni bosamiz. Bo'lim yo'q. Demak, birinchi biz bo'lim qo'shishimiz kerak ekan. Bo'lim bo'lmasa xizmat qo'sha olmaysiz. Mana bo'limni sozlash bosasiz va yangi bo'lim qo'shishni bosasiz. Nom kiritamiz endi. Telegram. Buyurtmani sozlash. Endi eng katta bo'lim qo'shildi. Endi ichki bo'lim sozlashimiz kerak, bo'lmasa xizmat qo'shilmaydi. Xo'p, yangi ichki bo'lim qo'shishni bosamiz. Mana Telegram degan bo'lim qo'shdik va o'sha Telegram degan bo'limni ichiga qo'shamiz endi. Xo'p, nima? Obunachi yoki ko'rish. Xo'p, mana buyurtmani sozlash. Endi mana xizmatlarni sozlashga o'tamiz. Endi xohlasangiz xizmat qo'shishni bosing. Menga xizmat yuklab olish ancha qulay. Xizmatni yuklab olishni bosamiz. Qaysi biriga yuklaymiz? Telegramga va ko'rish qismiga yuklamoqchiman. Ko'rish. Xo'p, bizdan so'raydi qaysi providerdan? Mana shu birinchi Uzprodan va qaysi providerning valyutasi qaysi? Meni botimni valyutasi usiz. Va mana hozircha ikkita bor, ya'ni xizmatlar ikkita. Sababi men uni bloklab qo'yganman API tizimida. O'shani yaqin orada qo'shaman to'liq xizmatlarni va mana shuni bosamiz. Telegram ko'rish mana shuni masalan barchasini yuklamoqchi bo'lsangiz, shuni bosamiz, barchasini yuklashni. Mana o'zi avtomatik yuklab oladi. Mana yuklab olish tugadi. Endi boshqaruvni bosamiz va orqaga qaytib turib, buyurtma berishni bosamiz. Buyurtma berishni bosganda demak ishlamayapti. Qaraysiz, buyurtma berishni bosdik, ishlamayapti. Bunga sabab nima? To'g'risini aytsam, buni shunday videoda qattiq to'g'rilab olsam bo'lardi. Bu xatoga sizlar ham uchramasliklaringiz uchun, bu xatoni tushunishlaringiz uchun buni ham to'liq ko'rsatib beraman. Demak, bu hostimizga o'tamiz, fayllar menejeriga bosamiz va botimizga turgan papkaga kirib olamiz, ya'ni YouTube yana bot PHP ga kiramiz va VS Code tahrirlovchini bosamiz, ustiga bosib turamiz va bu yerdan commandni bosamiz va fin deb yozamiz. Mana Ctrl F, Ctrl F. Endi bu yerga buyurtma berish deb yozamiz. Bu buyurtma berish. Mana buyurtma berish. Bu qayta takrorlanishi mumkin, chunki bu sizlarga referal tizimidagi qism bo'lishi mumkin. O'shaning uchun buni buyurtma berishni mana bu qismini o'chiramiz har doim. Chunki bitta kodimizda, mana pastdagi kodda mana buyurtma berish, style success, icon custom, ya'ni premium emojili, mana oldida hech narsasi yo'q. Shunday bo'lib turmasa bizga javob qaytarmaydi. Endi buyurtma berishni mana topib oldik. Endi mana shu buyurtma berishni hamma joydagi o'sha oltdagi emojini o'chirib chiqishimiz kerak. Masalan, mana pastga tushiramiz. Mana buni bossangizlar, pastga tushadi mana. Mana eng asosiy qism mana shuni to'g'rilasak, bizda botimiz boyagi qismi ishlaydi. Mana buyurtma berishni saqlaymiz. Mana tepadagi bilan bir xil bo'ladi. Mana buyurtma berish, pastdagi bilan bir xil. Endi start buyurtma berishni bosamiz. Mana ko'rib turibsizlar ishlari. Boshqa qismlarda ham sizlarda shunday xato bo'lsa, mana shuni sinab ko'ringizlar, 100% ishlab beradi. Va yana ko'ramiz, qayerdadir buyurtma berish qolib ketmadimi ekan. Emojilik bizga bug bo'lmaydi. Demak, yo'q, bular boshqa, mana qolgani to'g'ri turibdi. Xo'p, demak, endi Telegramni bosamiz, ko'rishlarni bosamiz. Mana hozircha bitta yuklangan. Sababi qolgani bloklangan bo'lish ehtimoli katta. O'shaning uchun qolgani yuklanmagan. Masalan, mana Telegram postini ko'rish 212 so'm ekan, buyurtma berib ko'ramiz. 10 ta masalan. 10 ta. Demak, hozir hisobimda pul yo'q. Mana kabinet hisobimda pul yo'q, 0 so'm. Pul kiritish. Payme turibdi. Bizda Payme menimcha bunda ishlamaydi. O'shaning uchun asosiy sozlanmalar
boshqa sozlamalarda bo'lsamiz, hamyonlar, avtoto'lov sozlamalari payme buni o'chirib qo'yishimiz kerak, chunki bu ishlamaydi katta ehtimol bilan. Buni o'rniga biz avtoto'lovni qo'shamiz tez orada. Hamyonlarni sozlashni bosamiz va yangi to'lov tizimi qo'shishni bosamiz. Bironta hamyoningizni to'lov hamyon nomini yuboramiz, masalan, Humo. Va endi o'sha hamyonni kiritamiz va xohlagan narsa ma'lumot. Masalan, shunday. Endi sozlamalarga o'tamiz. Pul kabinet, pul kiritish, Humo. Mana chiqyapti ma'lumotlar. Demak, hammasi ishlayapti. Juda yaxshi ishlayapti. Eng asosiy kron sozlamalari va qolgani buyurtma sozlamalari, kanal majburiy kanallar bor, bemalol qo'shishlaringiz bo'ladi. Foiz o'rnatish bor, buyurtmani tekshirish mavjud. Va yana kerakli narsalarni bemalol to'g'rilashlaringiz bo'ladi. Mana buyurtmalarni asta-sekinlik bilan men ko'rsatgandek qilib avto yuklab olasizlar. Meni Telegramda Sen.uz Pro dagi API kalitlarini tez orada 100% lik Sen.uz Proda qanday xizmat bo'lsa, o'sha xizmatlarni yuklab olishlaringiz mumkin bo'ladi. Eng asosiy qismi Sen.uz Proda orqaga qaytamiz. Tekin xizmatlar mavjud. O'sha tekin xizmatlarni siz ham sotib olishingiz mumkin. Bu bemalol ishlaydi. Masalan, mana shu ikkita tekin xizmatni sotib olamiz hozir biz. Mana tekin xizmat 1, tekin xizmat 2. Instagram uchun mana sotib olindi. Endi biz testga kiramiz va xizmatlarni qo'shamiz. O'sha xizmatni qo'shib ko'ramiz. Telegram, ko'rish, Sen.uz Prodan va bizning valyutamiz ususi mana chiqyapti. Ko'ryapsizlarmi? Telegram, tekin xizmatlar uchun, Telegram, Instagram uchun. Mana. Masalan, mana shu xizmatni yuklaylik. Barchasini yuklash. Mana yuklab oldik. Endi boshqa menyuga o'tamiz. Buyurtma berish, Telegram, ko'rish. Mana hammasi qo'shildi. 0 usuzi. Ya'ni 0 so'm. Mana buyurtma berib turamiz 20 ta. Buyurtma soni. Xo'p, mana bu xohlagan kanallarga, masalan, mening buyurtma kanalimda havoladan nusxa olamiz va tashkil qildik. Mana yuborishni bosamiz. Mana buyurtma ID'si 1 buyurtmangiz qabul qilindi. Men mana shuni bosgandim. Ya'ni mana shu qismni bosgandim. Qani ko'ramiz, qancha muddatda urar ekan. 9:22 hozirgi vaqt. Mana 9:22. Hozir kutamiz, qancha vaqt uradi. Videoni to'xtatib turishimiz mumkin. Mana do'stlar, atiga 4 daqiqa yoki 5 daqiqada to'liq urib o'tdi. Mana. Hop, demak, bot ishlayapti. Tez orada bu buyurtmangiz bajariladigan xabar ham keladi ekran qo'shganlaringizdan keyin. Demak, xullas o'shanaqa gaplar bemalol ishlashlaringiz mumkin. Mana xizmatlar ro'yxatini chiqarib beradi. Mana buni bossak, xizmatlar ro'yxati chiqib keladi. Ya'ni bu sizlar agar hostni o'ziga qo'ysalaringiz mana shu ishlaydi. Bu mana services qismi. Biz YouTube bo'lgani uchun ishlamayapti. Agar mana shuni hozir biz nusxa olib turib YouTube biz hostimizni o'ziga emas, YouTube degan pastga ochdik. YouTube. Yana ichida YouTube degani bor edi. YouTube. Mana shunday shaklda turibdi bizda. Shuning uchun ishlamayapti. Sizlar qo'ysalaringiz, sizlarda ishlaydi mana. Hozir to'g'rilaymiz. App controller services mana ishlaydi. Sizlarda mana shunday ishlaydi. Sababi meni hostimda botlar ko'p, o'shaning uchun bug chiqyapti, fayl ochib ishlatganim uchun. Demak do'stlar, bugungi videomiz shu bilan yakunlanadi. Menimcha to'liq bo'ldi deb o'ylayman. Endi mana mendagi API dagi 4072 raqamli buyurtma to'liq bajarildi. Demak, menda hali kronni ko'rdingiz, o'zlaringiz bitta qildik. Uchalasini ham qilganlaringizda sizlarga o'sha xabar keladi. Mana shu xabar sizning birinchi raqamli buyurtmangiz qabul qilindi va bajarildi deb. Demak do'stlar, mana 100% ko'rsatdim. Ora-orada buglar qayerdan kelib chiqishligini to'liq ko'rsatdim. Agar yana birorta muammo bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishlaringiz mumkin. Bu video nasib qilsa yaxshigina prosmotr yig'sa, nasib qilsa keyingisi avtoto'lovni qanday qilib mana shu X.uz Proga ulashni va qanday qilib nomer olish qismini qo'shishni o'rgatamiz, xudo xohlasa. Tez orada. Sizlar bilan X.uz Pro jamoasi bo'ldi. Biz bilan qoling, xudo xohlasa muvaffaqiyatga erishamiz, xudo xohlasa.